Bugungi qahramonimiz oddiy qishloq farzandi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Tursunov Husanboy Burgutaliyevich haqida so'z yuritamiz. U 1974-yil 11-avgustda Namangan viloyati Pop tumani To'da qishlog'ida tug'ilgan. Husanboy Tursunov dastlabki ish faoliyatini 1996-yil Namangan davlat universitetining nemis va fransuz tillari kafedrasida fransuz tili fani o'qituvchisi lavozimida boshlagan. Keyinchalik Jahon tillari fakultetining o'quv ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Ish faoliyati mobaynida Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi hamkorligida tashkil etilgan O'zbekiston-Fransiya do'stlik hamjamiyatiga asos soldi. U Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan tashkil etilgan turli xil seminarlarda faol ishtirok etib, Fransiya hukumati grantini yutib, 2007-2011-yillarda Fransiyaning nufuzli Limoj va Nant universitetlarida ilmiy stajirovkalarda bo'lgan. Biz doim kundalik muloqotimizda ko'p qo'llaydigan hayot so'qmoqdir degan iboraga duch kelamiz. Bu ibora inson hayoti davomida bosib o'tiladigan murakkab, ammo o'sishi va shakllanishi yo'li degan chuqur ma'noni bildiradi. Bu o'rinda ta'lim-tarbiya jarayoni hayot yo'lida insonni yo'naltiruvchi, shakllantiruvchi asosiy uslublardan biri hisoblanadi. Ta'lim insonni fikrlash doirasini kengaytiradi, dunyoqarashini shakllantiradi. Tarbiya bu axloqiy, ruhiy, estetik, ijtimoiy va jismoniy shakllanish jarayoni bo'lib, shaxsning hayotdagi o'z o'rnini, qadriyatlarini belgilaydi. Tarbiya orqali inson ijtimoiy munosabatlarga moslashadi, odob-axloq normalarini egallaydi, jamiyatning faol a'zosiga aylanadi. Ta'lim va tarbiya hayot so'qmoqida insonning yo'lini yorituvchi ikki nurdir. Ular birgalikda insonni to'laqonli, bilimli va axloqiy barkamol shaxs sifatida yetishtiradi. Shu bois har bir pedagog bu jarayonda yo'l ko'rsatuvchi bo'lishi darkordir. Husanboy Burgutaliyevich 2023-yildan hozirga qadar Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti nemis va fransuz tillari kafedrasida dotsent lavozimida ishlab kelmoqda. Hozirda mustaqil tadqiqotchi sifatida doktorlik dissertatsiyasini olib bormoqda. Qahramonimiz qariyb 30 yil pedagogik faoliyati davomida bir qancha darsliklar, o'quv va uslubiy qo'llanmalar yaratdi. Ilmiy tadqiqot ishlari bo'yicha 80 ga yaqin ilmiy ishlar chop ettirdi. Oilali 3 nafar farzandi, 2 nafar nabirasi bor. Ustozning o'g'li Bobomurod ham ota yo'lidan borib, bir necha xorijiy tillar, rus, ingliz, koreys, xitoy tillarini o'rganib, hozirda Janubiy Koreya Respublikasining Beysuk universitetida tahsil olmoqda.